do'stim, agar bu mashinani olmasangiz, xato qilasiz. 30 ming atrofida pulingiz bo'lsa, K5 GT Line Plus pozitsiyasi. Mana buni qarang. Malibu'da ancha derskiy mashinada. Eng full pozitsiyasi, kraskasi top-toza, umuman ayb yo'q. 4 ta yangi ballonlar qo'yib qo'yganlar akamiz. Yili 2023, 22 ming yurgan probeg. Deyarli, yangi emas, juda kam yurilganda, qani 2 yillik mashinaga. Mana akamiz juda ham o'zi asrab avaylab haydirganlar, o'z inovatkalarni. Даже zapaska ham tushmagan dedilar, mana. Zapaskaga tushmagan. Xullas mashina ideal holatda. Bilasizlar, eng full pozitsiyada 360 gradus kamerasi, pamyat sideniyasi, Bose firmaning akustikalar bo'ladi. Sideniya ham qiziydi, ham soviydi. Bundan tashqari orqa sideniya ham podografi bor, shtorka pardalari bor. Hozir ko'rsataman. Orqa sideniya ham mana bitta ko'rishingiz mumkin. Mana sideniya ham anaqa qiziydi. Xullas, mashina ideal holatda. Akamiz shunaqa yaxshi ko'rar ekanlar, o'zlarini sansilar ham bu mashina sizlar ekanlar. Chunki yaxshi niyat qilib, rosa orzu qilib deydi, olgan ekanlar. Sababi 2023 da bunaqa mashina juda katta очередь bo'lgan. Xullas, aka, mana bunaqani olmasangiz bo'lmaydi. Shu mashinaga biz 30.900 narx berdik. Qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilib, baraka qilinglar tezroq ekan aka. Ishoning, baraka topasiz. Sababi bu mashina bemalol 300 ming, 400 ming million kilometr ham yuraveradi. Hech unaqa katta problema rasxod qilmang.